O'rtoqlar, mana bu videoni bitta ko'ringlar. Bu videoda yana bir o'zining bolalarining hayotiga befarq bo'lgan ona haqida gaplashamiz. Mana bu videoda ko'rishingiz mumkin. Bitta shu ona oldida kolyaskasida bitta bolasi oldida yana bitta bolasi turibdi. Ko'rishingiz mumkin, bu befarq ona telefonda kayf qilib reels ko'ryaptimi, bilmayman, birov bilan gaplashyaptimi, bolalariga va shu qo'yib qo'ygan qoqsini befarqlik bilan turibdi va tabiiyki bu yerdagi 3-4 yoshli bola u yerda bir narsalar qilib o'ynayapti. Ko'rishingiz mumkin, bu yer как положенный trassa, mashinalar o'tadi. Bu yer trotuar emas, trassa, mashina yo'l. Tabiiyki bola ko'chada o'ynayapti, bir narsalarni yerga o'tirib olgan, o'zi kichkina, tem bo'lib o'tirib olganda, bu yoqdan gabarit mashina, ya'ni mashina kelyapti. Bu mashina gabaritligi hisobiga, ya'ni baland bo'lganligi uchun o'ta niskiy narsalar, ya'ni past narsalar ko'rilmaydi mashinaning ichidan. Bu bola o'tirib olgan, tabiiyki avtomobil haydovchisiga bu bola ko'rinmagan u yerdan. Shunday bosib o'tib ketgan. Yana bitta bola hayotdan ko'z yumyapti befarq onani deb.